ertamanda 3'da, kechqurungi 3'da esa unga sehat ta'sir qilmaydi. Shuning uchun uylarga yana ajvalardan olinglar, sutlarni olinglar, yaxshi xurmolardan olinglar. Eng muhimi. Keyin aytishlari mumkin, bolam, ko'cha-ko'yda arzon xurmolar bor ekan. Ular nima desanglar, Eronda, Isroilda yoki bir boshqa joyda xurmolar. U xurmolar Rasululloh aytgan hadisga tushmaydi. Hadis ajvasiga tushmaydi. Shuning uchun ajvani shu yerdan olinglar. Endi boshqa xurmolar arzonlar desalar, tushunadi. Lekin bu odamlar meni tanishib, akalarim, 5 yillik tanishlar. Ko'raylik. Sizlarga aytaman, hamma xurmolarni arzonlarga olib beradi inshaalloh. Baraka toping. Haji عندنا منان haji عندنا منان Ya rahmat, ana bu boshqacha bo'ldi. Endi bitta cho'y ham bersa, undan olacak.